Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını kürsülərini qızğın qarşılayırıq. Amerika prezidenti Joe Biden bilan Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inida irqiy qirg'inchilikni yetarli darajada tilga olmaganligi va sürgünde hukumatning noroziligi dunyoning har qaysi joylarida chiqadigan matbuotlarda keng turda xabar qilindi. Xitoy O'rta Osiyodagi hukmronlik o'rnini borgan sari mustahkamlamoqda. Diqqətinizlər təfsili məzmunlarda bolsun. Biden bilan Erdoğan'ның Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yetarli darajada tilga olmasligi Uyg'urlarni ümidsizlantirdi. Yevroasiya kuzatish to'rining 22 sentябrdagi xabariga qaraganda, chorshanba kuni Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inida Amerika prezidenti Joe Biden dunyodagi turli xalqaro masalalarni o'tirg'a qo'ydi. İnsan haqlari masalasiga kelganda, dunyoning har qaysi joylarida inson haqlarining xatar ichida ekanligini, atalmish Şinjandagi inson haqlari dafsanchiligining Birleşken Devletler Teşkilatı inson haqlari komissarligi ishxonasi e'lon qilgan dokladda tafsiliy tasvirlanganligini aytdi. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining baş ministeri Salih Xudoyer, Biden hükümetining Birleşken Devletler Teşkilatı'daki bayanları yetersiz, aciz. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'g'ri bir shaklda o'tirg'a qo'yib ayblay olmadi. Davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun biz Amerika hukumatini kuchli harakat qo'llanishga, Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashining kun tartibiga elib kelib, Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inda hal qilishni qaror qilishni talab qilamiz dedi. Biden Sharq Turkistondagi dafsanchiliklarni tilga olgan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilikni oshkora tilga olmadi. Prezident Biden Uyg'urlarni asos qilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga uchrayotgan millatlarni oydinlashtirmadi. 2021 yil yanvarda Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning bu vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Shundaqla Antony Blinken bu siyosatga varislik qildi. Sharq Turkiston sürgünde hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osman Bidenning Sharq Turkistondagi insonlik krizini yetarli darajada tilga olmasligi diasporadagi Sharq Turkiston xalqini ümidsizlantirdi. Biz barliq davlatlarni Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni kichiklatib, inson haqlari dafsanchiligi deb atamaslikqa chaqiramiz dedi. Tünügün Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Uyg'urlar haqida qisqa to'xtalib, biz Xitoyning zimin bütünligiga ziyon yetkazmagan bir Xitoy siyosati va egilik huquqiga hurmat qilgan asosda Uyg'urlarning inson haqlarini qo'g'dashni talab qilamiz dedi. Prezident Erdo'g'anning atalmish bir Xitoy siyosati va atalmish zimin bütünligiga hurmat qilamiz degan so'zi Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishiga ziyon yetkazadi deb qaralib, dunyodagi Sharq Turkiston diasporasi tarafidan ayblandi. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining muavin raisi Abdulahad Nur, biz Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ның Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inida qilgan ziyonliq bayonotini qattiq ayblaymiz. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan davlat. Sharq Turkistonning haqliq mustaqilligini asliga keltirish, Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining mavjudligi, asosiy huquqi va erkinligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li dedi. Sharq Turkiston sürgünde hukumati uzundan buyon Birleşken Devletler Teşkilatı'ga a'zo davlatlar, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashi va Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengashini Xitoyning 2014 yil mayida boshlatgan Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik harakatini oxirlashtirishga chaqirdi. 1949 yili 10 oyning 13-kuni Xitoy Kommunist Xalq Ozodlik armiyasi Sharq Turkistonga besib kirib, 1949 yili 12 oyning 22-kuni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib tashladi. Angliya bosh ministri Liz Truss Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb tilga olib ayblamadi. Sharq Turkiston sürgünde hukumati Twitter hisobidan buningga qarta inkos qaytirib, Liz Trussning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga olmaganligidan ümidsizlanganligini, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, ishg'ol va mustamlikasini oxirlashtirish uchun kuchli harakat qo'llanishni talab qilganligini bildirdi. Bu xabar Cumhuriyet Dunyosi, Iqtisod vaqti, Indi TV, Breitbart xabar kanali, Kerch xabarlari qatorliq bir qancha dunyoviy matbuotlarda orqa-orqadan tafsiliy xabar qilindi. Xitoy O'rta Osiyodagi hukmronlik o'rnini borgan sari mustahkamlamoqda. Yevroasiya nettorining 20 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoy katibashi Xi Jinpingdan kechirim so'ragan. Shundaqla Hindiston rahbarining og'zaki tanbehlarini eshitgan. Qirg'iziston prezidentining yig'inga kech qilib saqlatishi parishon qilgan.
Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Başlıqlar Yığını Kremlinning Ukrayna işğalı səbəbidən Rusiyanın O'rta Asiyodagi nüfuzining azilayotganligini isbotladi. Moskvaning O'rta Asiyoda eshibayotgan ta'siri nihoyatda tez rad qilinayotgan ahvol ostida Xi Jinpingning O'rta Osiyoning boy davlati bo'lgan Qozog'iston va O'zbekiston ziyorati Beijingning ba'zi faoliyatlari Xitoyning bu rayondagi manfaatini qo'g'dash istagining barg'ansari kuchayganligini ko'rsatadi. Xitoyning o'rilishi rayon uchun yangi xatarlar elib kelish bilan birga iqtisodiy fursatlarni birlikda elib keldi. Beijing bilan Moskva yaqinqi tarixda O'rta Osiyoda ish taqsimoti elib bordi. Xitoy iqtisodiy rol o'ynadi. Bexatarlik ishlarini Rossiyaga tashladi. Rossiyaning rayon xarakterli bexatarlik rolini joriy qildirish qobiliyati shubhalik. Rossiya O'rta Osiyoning bexatarlik masalasida muhim bir rolchi bo'lsa-mu, ta'siri barg'ansari ozayotdi. Xitoy bexatarlik bo'shlig'ini qarorsiz bo'lgandimi yana to'ldirdi. Xitoy O'rta Osiyoning bexatarligiga hokim bo'lgudek iqtidorga ega, ammo Xitoy siyosiy sabablar tufaylidan rolini davomli kichiklatishga tirishadi. Beijing yanada Moskvani g'arb bo'libmi Amerika bilan bo'lgan raqobatda foydali hamrohi deb qaraydi. O'rta Osiyo faqat Tayvan va Sharqiy Janubiy Osiyoga qarta ulug'vor planlari bo'lgan Beijing uchun 3-o'rinda turadi. Xitoy va O'rta Osiyodagi 5 davlat bultur 48 milliard dollarlik ikki taraflik tovar savdosi qilgan bo'lib, qandaqla bo'lmasin Beijing O'rta Osiyoda ko'rinarli va kunsirayishayotgan iqtisodiy manfaatga ega. O'rta Osiyo yana muhim hidrokarbon eksport qiluvchi davlat bo'lib, O'rta Osiyodan Xitoy tabiiy gaz turbi yo'li bilan vositalik turda Qozog'istonning g'arbga tabiiy gaz eksport yo'li orqali Xitoyning iqtisodiy manfaatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'rta Osiyo yana quyosh va shamol kuchi energiyasi yoshirinkichiga ega bo'lib, Xitoy ishlab chiqaruvchilarni bozor bilan ta'minlaydi. Uning ustiga Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li o'tgan bir yilda bir oz ilgarildi. Agar amalga oshsa, u Xitoy Yevropa temir yo'l transportini 900 kilometr qisqartib, bir haftalik tushish vaqtini tejaydi. Beijingning bir qism rayonlik iqtisodiy manfaati Moskvaga zid. O'rta Osiyoning neft va tabiiy gaz eksporti Rossiya bilan raqobatlashadi. Beijing Rossiyaning Qozog'iston neft eksportini qamal qilishiga inkas qaytirib, Rossiyaga mablag' selishni to'xtatdi. 2019-yili ochilgan Rossiya Xitoy Sibiriya tok turbisidan 55 milliard dollarni amaldan qoldirdi. Xi Jinping yana Qozog'istonning mustaqilligi, egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashni qat'iy qo'llaydiganligi to'g'risida va'da berdi. Bu Rossiyaga qarta tahdidning aniq ishorati. Beijing bilan Moskva O'rta Osiyodagi nurg'ulg'an manfaatlarni davomli o'rtoqlashdi. Har ikki taraf Washington va Bryussel rahbarligidagi asosiy qonun demokratik davlatlarga qattiq dushmanlik qiladi. Demokratiyani qo'llaydigan harakatlarga qat'iy qarshi. Iqtisodiy va bexatarlik manfaati ziddiyatlik bo'lganlikdan ikki taraf rayon ta'siri uchun tirishishi mumkin. Ukrainaga tajovuz qilganligi sababidan Rossiyaning kuchi va ta'sirining tezlikda yo'qolishiga ergashib, Xitoy eng muhim rayon rolchisiga aylanadi. Rayonda hukmronlik qilayotgan Xitoy O'rta Osiyo davlatlariga yangi xatar elib kelish bilan birga iqtisodiy unum elib kelishi mumkin. Beijing xalqaro savdoga Moskvaga qaraganda texmi mos keladi. O'rta Osiyo davlatlari mustabid qo'shnilarining g'oyat zo'r kuchi sababidan cheklik oldin olish bo'shligiga ega bo'lib, kuch almashishi yangi fursatlarni elib kelishi mumkin. Sharq Turkiston surgundi hukumati buningga Twitter hisobidan inkas qaytirib, Rossiya Ukrainani ishg'ol qilish bilan aldirash. Amerika, Angliya, Yevropa Birligi, Yaponiya qatorliq davlatlar muhim o'ringa qo'ya olmagan O'rta Osiyoga Xitoy hokim bo'lish ko'yida. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoyning quliga aylandi. Oldimizga 10 yil ichida yangi Shinjongga aylanish oldida turdi dedi. Ko'rish. Lutfullo Mutallib. Ko'rishni qiziqdik biz. Oxirgi yengish bizningdir. Ko'rashgan siri chegish, zafarlik surat bizningdir. Ko'rashgan har bir frontda, har doimo bizlar yengdik. Yengishda olg'a mengish, kuch-quvvat bizningdir. Asr bo'yi mazlumlar, zulm zo'qimlar tortib keldi. Jahongir jallodlarni yo'q qilish navbati bizningdir. Shunglashqa bu ko'rashning qaynamlariga tushdik biz. Ozodlikning yo'lida chin g'olibiyat bizningdir. Bu ko'rash iqbolidan qaynoq tilak tog'dakdir. Eng adoqqa zo'r yengish, yangi hayot bizningdir. Hürmetli görürmenler, xabarlarimizni ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.